Kim ketsa ketaversin, kim unutsa unutaversin. Hech kimdan muttaham emasman. Ko'pchilik bilan noto'g'ri yo'lda yurgandan ko'ra, bir o'zim to'g'ri yo'lda yurganim afzal. Gönül bile yalan dünya. Tilingdan oldin qalbingni tarbiya qil. Chunki so'z qalbdan kelib tildan chiqadi. Ko'nglingni poklamabsan u tinmay tahorat olganing nimasi? Odamlar suratini bezatsa, sen siyratingni beza. Odamlar boshqalarning aybidan so'z ochsa, sen o'z qusuringni o'yla. O'ylaring so'zlaringga, so'zlaring fe'lingga, fe'ling taqdiringga ta'sir etadi. Go'zal o'yla, go'zal yasha. Har holni xayr bil, har kechani qadrla, har kelganni hizr bil. Inson tabassumi bilan tarbiyasini, nimaga kulgani bilan saviyasini namoyon qiladi. Xulosa shuki, insonning haqiqiy go'zalligi tashqi ko'rinishida emas, balki qalbi, niyati va axloqidadir.